Onamning ta'biri bilan mana shu aktrisa hech qachon qarimasa kerak degan ta'rif beriladigan aktrisa, O'zbekiston va Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'noxon Uzokirova. Assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshimisiz assalom. ustoz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Ra'no opa, chindan ham o'sha vodillik kelindi qanday bo'lsangiz, hozir ham shundaysiz. Voy o'zim o'rgilay. Bu filmga 41 yil bo'libdi, toki mana hozir biza o'zbek filmi holida o'tiramiz. Bu tanatda surati bor vodillik kelindi filmini ko'rib juda xursand bo'ldim. Mana shu ustoz san'atkorlarni suratlarini ichida bizniki ham muhrlanib, mana shu devorga osib qo'yishgan ekan. Avvalambor bu filmga 41 yil bo'libdi bolajonim. Keling bir eslaymiz. Bu adashmasam birinchi katta kartinangiz-a? Undan oldin qisqa metrajli film bo'lgan edi. Guriya deb nomlanardi. Rus tilida farishta. Endi aniq o'zbek tilidagi tarjimani bilmayman, chunki o'sha paytda shunaqa nomlangan va u rejissyor Olim Ergashev tomonidan diplom yoqlash maqsadida qo'l urilgan. Lekin film chiroyli chiqqan. Kinofestivallarda operator tomonidan juda chiroyli mukofotlarga sazovor bo'lgan va uni ikkinchi, uchinchi qism Abdulla Qahhorov kitobi asardan olingan va shu filmga olib kiritilgan chiroyli lavhalardan olingan qisqa metrajnidan boshlanib, taxminan 4-5 yil davomida u katta bir badiiy filmga aylanib ketgan va ketidan 2 oy o'tmay Ali Hamrayev, mani ustozim, aynan xoreografiya bilim yurtida mani kashf qilgan rejissyorlardan biri. Bu insonni kino olamida o'zimni otamdek qabul qilganman, yaxshi ko'raman va mana shu filmga bular o'sha qisqa metrajli Guriya filmga ustozlik qilgan bo'lsalar, Olim Ergashevga bu yerda man vodillik kelindagi qahramon Asal obrazini o'ynaydigan aktrisani topdim deganlar. Va bilishimcha u asar yozilgan, qayerdadir chang bosib yotgan va shu qidiruvda bo'lgan bilan uni bilmadim. Endi uni Ali Hamrayev o'zlari biladilar. Ali Ergashevich mana shu filmda ko'rgandan keyin bo'ldi. Asalimni topdim va kino sinovlarsiz shu filmga mana taklif qilishdi. Bo'lmagan. U paytda har bitta filmga kamida 4 ta aktrisani kino sinovlaridan o'tkazishadi. Chunki o'sha qisqa metrajli filmga ham juda ko'p qizaloqlar sinovlar berishgan. Shu qatori men ham 14 yoshlik qizaloq shu kino sinovlarida mana shuni orqasida ichkarida katta pavilyon bor. O'sha yerda shunaqa hayajon bosgan. 4 ta yodlagan so'zimni ayta olmaganman, ishonasizmi? Oxiri Olim Ergashev kelib, Ra'no, sen nimaga bunchalik hayajonlanyapsan deb mana shu kiptilarimni ushlab, men orqana qiz bo'lganman. Mana shunaqa qilib silkitib, o'zini bo'sh qo'y deb shu bilan mana shu kino olamiga kirib kelganman. Bu dargoh men uchun shunaqa aziz, men aytolman, etim jo'rlab ketyapti, chunki bu yerda endi boshqacha muhit bo'lgan, boshqacha planirovka bo'lgan va mana shu hovlida ustoz san'atkorlarni har birini ko'rganimda to'lqinlanib, xursand bo'lib, toki piyada naryoqda tramvay yo'lakchasi bo'lardi. Tramvayga o'tirib 24-kvartal Chilonzorga manzilimga yetib borgunimga qadar borgunimda men Hamza Umarovni ko'rdim, Obid Yunusovni ko'rdim, Zaynab Sadriyevani ko'rdim, Oybarchin Bakirova. Endi shunaqa ulug' san'atkorlarni ko'rish, ularni ishga bo'lgan munosabat, ishga jarayonda sho'ng'ib bular ijro etgan san'atkorlar bilan birgalikda partnyor bo'lganligimdan baxtli aktrisalarning safiga kiradigan ijodkorman. Demak, Ali Hamrayev xoreografiya olami yaxshi bir iste'dodni yo'qotishiga va kino olami yaxshi bir talantni topishiga sababchi bo'lgan inson. Yo'q, bunaqa zo'r iste'dodi yo'q. Voy dod, zo'r ta'riflab berdingiz. Chunki men endi klassika bo'limini bitirganman, ya'ni balerina bo'lganman. Bo'lishim kerak edi, yakunladim. Oxirigacha yetib bordim, go's ekzaminlarni topshirdim. Lekin troyechka с плюсом degan
baho bersa bo'lardi, chunki shu 14 yoshimda kino syomkalar jarayoni oylab bo'lardi. Bu hozir birpasda olinadi. Deb, masalan, qayergadir o'sha viloyatlarga chiqib ketganimizda kamida masalan mani 20 kun ushlashardi. Endi balet bu ham sport bilan taqqoslasa bo'ladigan bir kasb. Tabiiy hol semirib ketardim, vazn yig'ardim. Bu yoqqa o'qishga kelgandan keyin ana boshimda yong'oqlar chaqilardi. San semirib ketding, chochqaga o'xshab degan shunaqa gaplar bo'lardi, haqoratlar bo'lardi. Nima bo'lsam buchka yeb, uxlab yotganmisan deb. Endi voy, biz davrimizda bilasizmi, qanaqa mashaqqatli vaziyatlar bo'lardi. Bu ozish uchun guruchlarda o'tirardik, bankada tramvaylarda guruch bonkasini ko'tarib borib, guruch yeb, har kuni oyog'im ozdimi, ozmadimi, bu oyog'iga salofanovi paketlar o'rab, mana bu pastidagi tizadan pastga qopga anaqa solardik, qum solardik. Uni oyog'imizga bog'lardik. Ya'ni oldin toshli bunaqa bo'lmasdi-da, o'sha oyoqni ko'tarish maqsadida u og'ir bo'lardi, keyin uni yechganingizdan keyin oyoq o'zi yengilgina uchib boradi. Nima mashaqqatlar o'tkazmagan bu tanada. Vodili kelin deganda qaysi epizod ko'proq esingizga tushadi? O'rtada qo'shiq bor. Hamma bu qo'shig'i biladi. Sen va men buni ma'no degan o'sha o'rtada klip asosida olingan qo'shiqqa o'sha yerda hozir aytaman, G'ovoda, Namangan viloyatining G'ovo qishlog'iga borib, o'sha yerda jamoa biz yashaganmiz va o'sha yashaydigan joyimizda orqada oqadigan suv bor edi. O'sha yoz fasli edi, lekin u suvni harorati bilmadim. Go'yo qish faslini harorati suv bilan taqqoslasa bo'ladigan yaxdek suv edi. Chunki tog'dan oqib tushayotgan suv va har bir deylik o'sha 7 metr taxminan suzib orqama suzib kelargan joyim bor edi. Bu yerda meni ushlab olishardi grimyorlar va har bitta dublda toza, sof 90%limi spirt bilan meni tanamni ishqalashardi. Shamolab qolmasligim uchun. Keyin ustimga bitta xalat tashishardi-da, banni xalat. Yana yugurib borardim ikkinchi dublga. Endi oldin kamida 6 ta, 7 ta dubl bo'lardi. Shu bilan ana shunaqa vaziyatda olingan shu sahnani qachon ko'rsam, o'sha sizga tushadi. Eng jazirama issiqda ko'rsam ham voy deb sovuq qotaman. Chunki shu holat bo'lgan edi. Xo'p, Vodilli kelin demak 14 yoshingizda mashhurlik olib keldi kino olamida. 15 yoshligimda efir yuzini ko'rgan va film taqdimotida o'zim bo'lmaganman. Aynan o'shanda eng birinchi filmim Tojikistonda ish jarayoni, syomka jarayonida men qatnashgan paytlarim qish fasli edi, dekabr oyida adashmasam, film taqdimoti bo'lib o'tgandan keyin men endi telegraf degan punktlar bo'lardi. Oldin bunaqa uyali telefonlar bo'lmasdi. Hammani xonadonida toki домашний uy telefoni ham bo'lmasdi. Shunda telegrafga borib, poylab, palonchi 7-kabinaga kiring. Masalan, Dushanba, Toshkentdirda yugurib borardim. Alo, oyijon deb sim orqali gaplashganimda oyim o'shanda aytgandilar: "Bolam, yonimizda kinoteatr Vatan endi qurilganda, bu 25-kvartal. Ko'pchilik o'sha yerda yashaydigan odamlar bilishadi." Va o'sha kinoteatr endi ochilganda shunaqa kassaga odam ko'p bo'lgan ekan, bir so'mdan bo'lgan ekan. Bilet, odam soatlab turgan ekan. Shunda oyim aytdilar: "Qizim, yonimizdagi kinoteatrda odam, biletlar yo'q. Shunaqa Vodilli kelin filming chiqdi" deb. Men endi unda menimcha bir oycha Tojikistonda bo'lgan paytlarim. Va mana endi Dushanbadan Toshkentga qaytganimda, ana siz aytganingizdek, Ra'no Zokirovaligini bilganlar endi bilishi tabiiy hol, endi tanishish jarayonlari o'tganda nimaga tezroq tanitilganman? Chunki Farruh Karimovich, Farruh Zakirov uni chiroyli qilib qo'shiqqa ijro etgan rus tilida Nargiza Zokirova filmda oxirgi finalni kadrda Nargiza o'sha "Не забывай" deb aytgan lavhalari qoldi. O'zbek tilida bu dasyomka jarayonlari bo'lib o'tgan. Uni elimiz sevgan xonandamiz, estrada xonandasi Kumush Rozoqova juda ham chiroyli uni maromiga yetkazib,
bu qo'shiqni mana filmga yasatib berganlar. Ko'mish opa, rahmat sizga jonim. Ajoyib. Undan keyin biz tanlagan filmlardan Masxaraboz kinosi. Masxarabozda ham endi u payt ancha tajribali bo'lgansiz. Oradan 7 yil bo'lgandan keyin taxminan 23 yoshimda unda o'qish bitirib bo'lgan jarayonim Muhiddin Qoryaqubov nomidagi ashula va raqs ansamblining Shodlik deb nomlangan ansamblda o'shanda eng qizg'in boshimiz gastrol safarlaridan chiqmasdi. Juda ko'p o'sha davrda chet el mamlakatlarga chiqardik va aynan Masxaraboz filmida rahmatli ustozimiz o'zlarini asarlariga ilk bor qo'l urgan Sharof Boshbekova boshchiligida yig'ilgan komanda, jamoa va bu film syomka jarayonlari Namangonda Chartoq tumanida olingan film. Unga kinokastingdan o'tganmisiz? Masxarabozga Uni ham juda qiziqarli taqdiri bo'lgan. Buni 1-2 marotaba intervyularimda gapirganman. Eshitmaganlari uchun bu yangilik sizlar uchun. Bu bo'lsa ham bu filmni 1 yil avval Hoji Murod akani boshchiligida boshqa bir rejissyorimiz qo'l urganlar. Juda ham tajribali. Yoshlari ulug' rejissyorimiz komanda jamoa yig'ilib Namangonga borganmiz va esimda bor edi, mustaqilligimizni 1-yillik 91-yilda nimaga eslab qolganman? Aynan mustaqilligimizni 1-yili e'lon qilgan paytlari, kunlari, jarayonlarida biz aynan komanda yana Namangonni shahri o'zida syomkada bo'lganmiz. Va Hoji Murod akani boshchiligida komandada aynan Teshani boshqa aktyorimiz ijro etgan. Ana, kim bu? Sir emas, chunki oldinlari aytganman. O'sha elimiz sevgan, yaxshi ko'rgan jajji bolajonimiz Abbos. Kellar qo'zg'olonidagi Muhammadjon, mendan yoshlari 1-2 yosh yoshroq edilar va aynan syomkada faqat o'sha atirgullar ochdi chiroy qo'shig'i tayyor bo'lgan mahsuloti bizni klip asosida u olingan. Faqat Teshani Muhammadjon ijro etgan. Mana qarang, uni olib bo'lganmiz 2-3 kun taxminan va oradan vaqt o'tib biz bir haftadan keyin ham Toshkentga qaytamiz. Jimjitlik, syomkalar yo'q. Endi yaxshi men ansamblda ishlab yurgan paytlarim aytgandek, gastrol, u yoq, bu yoq deb boshqa safarlarda mazza qilib ijod qilib yurgan paytlarimda nima bo'lib jim bo'lib qoldi dedim. Oradan taxminan 7-8 oy o'tgandan keyin yana taklif. Yana Sharof aka qo'ng'iroq qilib, "Qizim ket" dedilar. Keldim. Yo'q, men kelmadim, men to'g'ri syomka jarayoniga bordim. Faqat boshqa komanda, boshqa Tesha, boshqa ansambl, boshqa operator. Mana ko'ringda va Muhammadjon ham juda chiroyli ijro etganlar. Lekin Muhammadjon kasbdoshim bu emas, Nasiba Ergash Mo'minovda turgan ekan. O'shanda ilk bor Ergash bilan tanishdim. Juda ham qalbi go'zal inson. O'shanda biz yosh edik, lekin bizni qahramonimiz Ergash Mo'minov endi oila qurib shu davrda syomka jarayonida papashi bo'lganlar. Ya'ni otalik baxtiga muyassar bo'lganlar. Shunaqa qilib ulanib ketgan. Qoyil, demak 2 marta olingan ekanda. Endi 2 martalab olingan desak noto'g'riroq bo'ladi. O'sha qo'shig'i 2 marotaba olingan. U faqat bizni syomkani klipi deylik 3-4 kun olingan bo'lsa, yana qaytib kelganmiz Toshkentga. Boshqa sahnalar klipdan boshlangan. O'shanda Hoji Murod akani boshchiligidagi komandada imенно aynan klipdan olingan. Qoyil. O'zi chindan ham juda ham chiroyli musiqiy kinolarimizdan biri. Unda bir nechta o'sha Kozim Qayumov ijrosidagi qo'shiqlar ham jaranglaydi. Rahmatli Zaynab ham juda chiroyli qo'shiqlar. O'sha ayol tovushini olib kirtirib chiroyli ijro etgan xonandamiz. Ha. Boya Vodili kelin deganda qaysi sahna ko'proq esingizga tushadi dedik-ku, Masxarabozda qaysi sahna ko'proq esingizga tushadi? Makka Jo'xori sahnasi. O'sha kechqurun olinganida juda
kech vaqt edi, esimda bor edi. U Toshkentda bo'lgan Yo'q, hamma boshidan oxirigacha film u yerda olingan, Namanganda. Chartoq sanatoriyani yon atrofidagi xonadonlarida biz o'zimiz bolalar deylik o'sha oromgohida o'sha yerda yashaganmiz va oldin anaqa magnitofonlar mana bunaqa bo'lardi, to'rtburchak kasseta qo'yilardi va uni Sharof aka rahmatli quchoqlab yoqardilar, biz ketdik. Qo'shig'i to oshxonagacha borib, endi masofa katta, maydon katta, butun jamoa o'sha qo'shig'i aytib ketardik. Yana qaytib kelardik. Shunchalik qo'shig'i menimcha o'sha xonandalar Qozim Qayumov bilan Zaynab ham rahmatli bunaqa agar fonogrammaga ham bunaqa qoyil maqom qilib ijro eta olmagan bo'lsa kerak edi, chunki biz har kuni 3 mahal uni borgunimizcha 4-5 martalab ijro etardik. Yana qaytib kelardik, o'sha nafaslarigacha ana sinkroni yodlab olganmiz. Qoyil. Shunaqa qiziqarli holatda bo'lgan. Makajo'xori sahnasi demak ko'proq esingizga tushadi. Masxaraboz filmidagi obrazingiz ham chindan ham boshqacha. Umuman olganda, men kinolaringizni ko'rgan odam, tahlil qila oladigan odam biladi. Siz bitta obrazni 2 marta o'ynaydigan ijodkor emassizda, ya'ni bir xil obraz bo'lsa ham boshqacharoq qirralarini ochib berishga harakat qilasiz. Uni endi o'zimga o'zim baholasam noto'g'ri bo'ladi. Tabiiy hol buni avvalambor biz muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz baholaydi va bahoni silab berasizlar. Ha, yodgor. Men uchun juda ham qadrli filmlarimdan biri. Mana shu yerda bu burchakdagi pavilyon emas, o'sha yo'lakda o'sha kino sinovlarini o'tkazganmiz. Mendan avval juda ko'p qizlar berishgan ekan. Men uni film jarayoni syomkalarida eshitganman. Rahmatli kasbdoshim Alisher tomonidan. Alisher mangachon taxminan 10 tadan ziyod yaxshi iste'dodli, mendan yoshroq aktrisalar bilan partnyor bo'lgan ekanlar va menimcha o'shanda Alisher, ya'ni rejissyorimiz Hilol Nasimov tomonidan Alisher o'ynaydi deb tasdiqlangan bola bo'lgan, ya'ni shu rolga qo'l urgan aktyorlardan biri va o'sha mehrini qidirish jarayonlari bo'lgan ekan. Keyin uni rahmatli Hilol Nasimov aytmaganlar, Alisher rahmatlidan eshitganman. Voy opa, shunaqa ko'p qizlar berganda va Alisher o'shanda aytgan ekanlarki, sinov berganimizdan keyin Hilol aka, mana mehrim topildi deb. Lekin endi buni o'tmishi bor, retro bor. Men uni ssenariyini o'qidim. Teatrda ishlab yurgan paytlarim, endi kech spektakl o'ynab uyga kelardim. Katta to'ng'ich o'g'lim, kichkina barim uni to uxlatib, ayollik vazifalarimni bajarib, soat 12 larda achchiq qahva damlab, oshxonada bitta nafasda o'qigan damda o'shanda aytgandimki, shunaqa zo'r rol ekan, yo Robbim, Menga nasib qilsin. Menga nasib qilarmikin? Yana o'zimga o'zim javob beraman. Ya, sen yoshing 34 dasan, mehri 17-18 da. Senga yo'l bo'lsin dedim. Oradan vaqt o'tdi, keldim, kino sinovlarini berdim. Voy, shu zo'r rol ekan dedim. Ketdim, yana qizg'in o'zimni teatr hayoti bilan yashab, spektakl, repetitsiyalar bir eslab qolaman. Ya o'tmadim deyman. Keyin rahmatli opam bilan o'sha kuni gaplashib kelaman. Barno, ismlari Barno edi. Men o'tmadim, lekin rol shunaqa zo'r ekan. Endi to'g'ri qabul qilish kerak. Men 34 daman, mehri 17-18 o'tmadim, lekin zo'r rol ekan. Opam bilan endi sim orqali gaplashib ketaman. Kechqurun spektakl. Yorim ketaman deydi. Spektaklda bosh qahramon roli. Yorqin pardoz, homilador ayol, chochimi turmagi mamnaqa, rumollarim ajoyib o'ralgan holatda. Bir payt spektaklga 5-10 daqiqa qolganda Hilol Nasimov kirib kelyapti grimyorkamizga. Ra'noxon, tabriklayman. Siz o'tdingiz deb. Endi u meni ko'rib hayron bo'ldi. Yana ham yoshimga yosh qo'shilgan. 38mi, 40 yoshdagi bir chehrada. O'tdingiz dedi.
yo'q ha dedim, aynan bugun ertalab shuni eslab, yo'q man o'tmadim deb o'zimga o'zim baho berib, taskin bo'lib, umidimni uzib va demoqchimanki, yugurganniki emas, buyurgannikiman. Masalan, masqarabozda aynan Ergash Mo'minovga nasib qilgan ekan. Bo'lmasa Muhammadjon ham chiroyli ijro etgandi. Nasiba Ergashda bo'lgan ekan. Va bu yerda ham nasiba menda yotgan ekan. Va bu film uchun men uchun juda ham qadrli. Lekin og'ir-ku ssenariysi nimasi yo'q? Va qaysi sahna ko'proq sizda taassurot qoldirgan? Har bir sahnalari men uchun juda ham qadrli. Ayniqsa o'sha chaqaloqni topshiradigan joyi, tumori uzib, o'sha chaqaloqni kiyimini ichiga joylashtirgan sahna. Eng qadrli finalniy sahna. O'sha vokzalda shunaqa izg'irin sovuq edi. Men shu yoshimgacha bunaqa sovuq qotmaganman. Agar bu suhbatimizdan keyin ham e'tibor qilgan bo'lsangiz, yuzim rangichi sahal siyoh rang. Sovuq qotganligimdan. Biza butun jamoa avtobusda o'tiribmiz, avtobusda ham sovuq, kiyimimiz, libosimiz yupqa. O'shanda aprel oyi edi. Aprel, bahor fasli. Bilmadim, qayoqdan bir siklon keldi-da, o'sha kuni qor aralash yomg'ir yog'yapti. O'sha teplovoz haydab, voy mana qarang, astag'firullah, bu meni nafasimni oxirigacha qachon bu sahnani ko'rsam, xuddi Vodiylik kelindagi sahna ichimga sovuq kiradi, sovuq qotgan holatim shunchalik bo'lgan ediki, rahmatli operatorimiz Xatam Faziyev bitta dubl olganlar, o'shanda tumori osadigan bolajonisiga. Va o'zimni ijroyimdan qoniqmadim. Sovuq qotganligimdan. Keyin aytdimki, Xatam aka endi perchatka kiyib olgan, rahmatli operator kamida 3-4 soat uni operator o'zini ishini bajaradi, chiroqlarini qo'yadi, reyslar. Biz har holda avtobus ichida biroz bo'lsa ham isinib oldik, choy poyla ichib. Keyin aytdimki, Xatam aka, menga yoqmadi, yana bir martalab olaylik desa, rahmatli ustozimiz Ra'no qo'lim qimmalab yotdi dedilar. Yaxlab qoldim, "Все нормально" dedilar. Yo'q, yoqmadi, ijroim yoqmadi. Shu qoldi efirda. Menga bu sahna qoniqmagan ijodkorman. O'sha armonda qoldim. U qanaqa efirda ketyapti, kimgadir ma'qul bo'lgandir, kimgadir, menga yoqmadi. Chunki yana dubl istagan edim. Dubl so'ragandim, Xatamaga bera olmaganman. Sovuq bo'lgan ekanda. Qaytar dunyoni eslaysizmi? Albatta. Albatta. Menimcha har bitta obrazingizda o'zgarish tarixi bor va qanaqadir bir nasiba bilan bog'liq ekanda shu paytgacha gaplashayotgan rollarimiz. Unda ham kino sinovlari bo'lib o'tganda, unda ham rahmatli qancha ustozlar, rahmatli deyapman. Qancha insonlarni Allohim rahmatiga olsin. Har biri olijanob, har birini tilga olaman. Sidqi dildan. Va demoqchimanki, Shavkat aka ham operator, ham rejissyor bo'lganlar bu serialda. Qalbi go'zal inson, shunchalik aktyorlarni hurmatini joyiga qo'yadigan rejissyor hali men ko'rmaganman. Har bitta ijro etgan sahnadan keyin shunaqa jamoani tarbiyalaganlarki, hamma qarshi chaladi. Men ijro etamanmi? Boshqa aktyor ijro etadim. Har doim qarshilar bilan tugaydi va bu narsa aktyor uchun, aktrisa uchun mas'uliyat olib keltiradigan jarayon. Va unda o'g'lim Umidjon yosh hali necha yoshda edi yo, kichkina edi. U ham kino sinovlariga olib kelganman. Qattan ham sana olib keldim dedim. Undan ko'ra tinchgina uydami, bog'chadami bo'lsa bo'lardi degan edim. Yo'q, menimcha maktabga borgan paytlari. Va u nogiron o'ynash kerak edi. Va men bilan birgalikda ustoz san'atkorlarning farzandlari ham kino sinovlariga kelgan. Bizning teatrimizda aktyorlarning farzandlari ham kelgan. Men ko'rganman, ichimda aytdim, "Senga yo'l bo'lsin" dedim. Shu bilan ikkalamiz ona bola kino sinovlaridagi o'sha bizga yuklangan sahnani ijro etib berdik, ketdik. Va o'shanda Shavkat aka bitta gap aytganlar. Ra'no,
man seni Charxfalak serialimga kino sinovlariga taklif qilganman. O'sha Maryamga. Ilmiramiz juda chiroyli ijro etganlar, Lo'lini ijro etgan. Undan oldin o'sha rejissyorimiz Shavkat aka ko'p qismli Charxfalak filmini olgan rejissyor, tajribali va o'shanda sen sinovlardan o'tmading, chunki endi bu maqtanishga yo'ymaymiz, bu ularning gapi. Juda chiroyli Lo'li bo'lgansan. Senga bu seni roling emasligini o'shanda amin bo'ldim. Lekin bu yerda bu rol seniki deganlar. Yuklaganlar. Endi bu odam bu narsani rejissyordan eshitish naqadar mas'uliyatli, naqadar yoqimli. Yoqimli bu o'z yo'liga. Demak, rejissyor senga ishonyapti. Shu rolni senga topshiryapti. Ana mas'uliyatni his qilishing kerak. Endi o'g'lim ham keldimi? Senga yo'li qay? Yo'l bo'lsin, to'polonchi edi, giperaktivniy edi. Bitta joyda o'tirmasdi. Qayerdan qaramasdan qo'ng'iroq bo'ldi, o'g'ling o'tdi deb. Va birgalikda shu rolni ijro etganmiz. Qaytar dunyoda Umid Zokirov rol o'ynagan. Umid Zokirov o'ynagan va men endi как aktrisa sifatida baholayman. Bir hafta deyarli har kuni uni sahnalari olingan. Endi ona bola ko'proq biz birgalikda kadrda bo'lganmiz. O'sha bitta joyi bor. Tuhmatliga qolib ketadi mashkuradan, keyin otasi kelib uni savalaydi. O'sha yerda yig'lab yotirgan sahnasi bor. Shunchalik haqqoniy Umid Zokirov uni ijro etganki, stop bo'lish kerak edi. Shavkat aka endi o'zi ham operator bo'lgan, kamerani to'xtatmagan. Shunaqa tarbiyalaganki gruppa hech kim gaplashmasdi. Biz endi hozir bu yerda bizni kimdir naryoqda baqiryapti. Bu jarayon, bu tabiiy hol. U yerda yo'q, hech kim haqqi yo'q edi gaplashishga. Va o'shanda stop demaganda o'shanda o'g'lim shu holat bo'lganda shu bilan ertasi kuni uyga qaytib keldik. Uyga qaytib keldik, bolam isitmalayapti. Tushunmayman. Bu anginami, bu shamollash jarayonimi, dori berishi bilmayman. Nima berishi, beraymi, bermaymi. Keyin o'zimga xulosa qildimki, bolada depressiya asosi orqali ismi chiqqan. Isitma chiqqan. To'g'ri. Shunchalik roli haqiqatdan ham juda ham dardli bo'lgan. O'sha mashkuran zulmi, unga o'sha jabri yetkazadigan sahnalari bolada. Bola bu narsani qalbidan, ichidan bu narsani his qilgan. Shu narsalar ham bo'lib o'tgan edi. Qoyil. Xo'p, Novda. Unda bir rosali ko'p sinovlar bo'lgan. Shuning ichida mana shu hovlida tashqarida berganman. Zulfiqor bilan ishlash Jamol deb chaqirishadi. Ajoyib inson. Mana bu pardoz agar hozir meni ko'rib qolsa, ensasi bittada ensasi qotadi. Bundoq qaraydi. Zulfiqor akani mimikasini ko'rganday bo'ldi. Ko'rdingizmi bundoq qaraydi. Ji vimi mordo deydi. Anu senga bu gaplar botadimi, yo'qmi? Bir kuni qaysidir dublajga kelyapman-da. Kichkina tabibga o'sha Saida raqqosa qizimiz Fatima Rijimetova bilan birgalikda qaynasingisini o'ynaydi. O'sha Saidaxonga chiroyli ijro etganlar, men tovush beryapman. Men bitta kelyapman, ikkinchi qavatda dublaj xonasi. To'xtang, kichkina tabibdek Saidani ovozi Ra'no Zokirova. Ra'no Zokirovaning tovushi. Bugun biz uchun ochilishlar kuni bo'lyapti, do'stlar. Va mana shu yerdan kelyapman-da, Jamol tepada. Naqar. Teletsov voymala. Chista, chista. Maza qiladigan Zulfiqor bilan ishlash umuman bo'yanmaysan. Bu betingni yuding bo'ldi, umuman bo'yanmaysan. Tabiiylikni yaxshi ko'radi. Tabiiylikni. Va mendan ming rahmat Zulfiqor aka. Garchi meni biroz yoqtirmaydilar. Sababi bor, uni ham aytaman. Sababi men biroz chegara beradigan aktrisalardan biriman. Men uchun har doim aytaman, o'zim o'rgili baqir chaqirlardan. Bu tabiiy hol. E'tibor qilmanglar aziz. Bu biz holda o'tiramiz. Bu kino olamini xonadonda, uyda biz ijodkorlar. Har xil vaziyatlar, shuning uchun to'g'ri qabul qilasizlar. Va demoqchimanki, shunda Zulfiqor akaga men vaqt berganman. Bu insonga mendan boshqa hech kim vaqt belgilagan bo'lmagan
bo'lsa kerakdir. Mana shu paytdan mana shu paytgacha olasiz degan. Ha, ya'ni men aytardim, 7da men ketishim kerak. Men uchun avvalambor oila. Bu baland parvoz gaplar emas. Men uchun oila birinchi o'rinda. Oila men uchun juda muqaddas. Men o'zbek ayoliman. Men albatta turmush o'rtog'imni oyoqlariga noskilarni kiydirib, adajonisi "Assalomu borib keling" deyman, eshikni yopib yuguradigan aktrisaman va 7da yetib kelishim kerak. U paytda bolalarim kichkina edi. Umidjon ukasi, singlisi bog'chaga borargan payt. Men ularni bog'chadan olib kelishim kerak. Bu narsa yoqmasdi Zulfiqor akaga. Va aytardigan bitta gaplari bor edi, toki bu narsa qalblarda qolgan. Filmi taqdimotida hammani birma-bir e'lon qilganda Zulfiqor aka aytganlarki, "Meni qonimga ichgan aktrisa" deb, lekin men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman ijodkor sifatida, rejissyor sifatida, inson sifatida sizni hurmat qilaman, lekin siz meni o'zbek ayol sifatida meni qadriyatlarim tushunmagan rejissyorsiz. Gapirib oldim. Chunki men vaqtni belgilaydigan aktrisaman. Meni bilgan rejissyorlar, men tayyor bo'lib kelaman 11da va 7gacha 8 soatlik ish jarayoni. Men uchun mana bu yetadi. U yog'i besifat narsa ketadi. Bu qalb, bu tana, bu ruhiyat, bu asablar charchaydi. Qoyil. Ilhaq. Rejissyorimiz Jahongir bilan avval boshqa bitta proyektda ishlaganmiz. O'zini ishini biladigan, oliyjanob, aktyor, aktrisalarni juda ham qadrlaydigan, madaniyati o'ta kuchli rejissyorlardan biri. Va u zamonaviy filmda ishlaganimizdan keyin oradan vaqt o'tdi. Ilhaqqa meni ona obraziga film sinovlariga taklif qilganlar. Dilorom Karimani o'rnlariga. Aha. Grim qilingan taxminan 1 soat va o'sha kelinlar bilan bitta sahnamiz xontaxta ustida o'sha bizni oldin panoramka deyilardi. Hozir endi nomi o'zgargan, kino uyi deb atalgan va o'sha yerning yonidagi lokatsiyada sinovlari bo'lib o'tgan edi. O'zim mazza qilib o'sha aytilgan, berilgan epizodni so'zlarni kelinlar bilan ijro etdim. Lekin qalbdan o'zimga qarshilik bor edi jarayonda. Yo'q, meni yoshim emas. Men mazza qildim, meni orzuyim. Bu har bir aktrisa uchun Allohimdan bergan ne'mat. Alloh guvohligida aytaman. Bu narsa qalbdan aytibman. Alloh buni eshitgan o'sha soniyada. Men chiqib, bundoq qarasam, Novdadan keyingi olinayotgan jarayonda. Meni qaynonam o'ynagan Dilorom ham o'tiribdilar. Shundoq ko'rdim. Dilorom deb bag'rimga bosdim-da, xayolim mana deyapman. Mana emas. Mana deyapman. Mana Alloh guvoh bu gapda. Va shunchalik to'g'ri tanlov. Bu ham jasorat, uni to'g'ri qabul qilish. Bu meni yoshim emas. Bu endi qani edi? Men Grim bilan mana hozir bu qiyofamga men 70 yasharlikni o'ynay olmayman-da. Xalqi aldab bo'lmaydi. Va bu nasiba, bu mukofot Dilorom opamga bo'lgan. Va shunaqa chiroyli bu yashab berganlar va bu muhrlangan, takrorlanmaydigan katta bir Dilorom opamga Allohimdan bir chiroyli ijodkorga ne'mat. Va vaqt o'tdi, sinovlar endi boshqa rolga bergandim. Bu qahramonga sinovlar bermaganman. Avtopilot deylik. Mana shu raisi Tohir Saidov turmush o'rtog'iga o'tyapman. Va 3 ta epizodim bor edi. Lekin unaqa mazza qilib ishladim. Komanda, o'ta yo'g'in operatorimiz Jahongir boshchiligidagi shunaqa chiroyli jamoa, bir oila, bularni endi mehnati shunaqa ko'p ketgan, meniki nima? 3 martalab kelib ketganman xolos. Lekin qanaydi yana ko'p bo'lsa, yana epizodlarim ko'p bo'lsa-yu deyman. Lekin shu filmga yashagansiz. Ilinib qolganimga shukr deyman. Bu Allohimning menga mukofoti va u meni yoshimga to'g'ri edi. Mana professional rejissyor
to'g'ri tanlovida. Va shu rolda yashagansiz deyapman-ku, balki ana shu rolda yashashingizga sabab ham o'g'illaringiz o'sha yoshga yetib qolgan, ya'ni yosh katta, o'shani his qilgansizda. Haligi o'g'lini u ketaman deydi, ketmaysan, o'sha jarayonlarni his qilgansiz. Lekin Tohir aka bilan o'shanda ilk bor partnyor bo'lganmiz. Undan keyin Hayot qo'shig'i serialida yana partnyor bo'ldik. Shunchalik kuchli, mahoratli, ichi shunaqa bir olam aktyor partnyor. Anu charchamaydigan bir tankda Tohir aka, energiya. U repetitsiyada endi sidqi dildan shunchalik endi savalaganda ham orqamga grimyorlar nima deydi, qalin bir tsilnyashkaga o'xshaydigan mato olib kirtirishdi. Endi savalagani u qamich kuchli bo'ladi, og'rig'i yaxshigina azob beradigan. Endi shunaqa ijro etyaptilarki, sudragan jarayon bu haqqoniy qishda sovuq soqoqda olingan lahzalar va har gal turmush o'rtog'im shu sahnani ko'rsalar, "Ma agar shu Tohirni ko'rsammi?" dedilar. O'zlarini toki o'sha oshda ko'rib qolgan ekanlar. Tohirjon shunaqa chiroyli ijro etgansiz. Men haqqoniy bu narsani qabul qilganman va haqqoniy turmush o'rtog'imga azob berayotganingizni ko'rib, asablarim buzilib ketgan deganlar. Shunchalik hazil. Shunaqa. Erkatoy. Voy, bu film 5 yil tanaffusimdan keyin birinchi qo'l urgan katta badiiy film. Ya'ni bu yerda qiz farzandli bo'ldim. 2 yil o'tmay kichkina 3-farzand ko'rdim va kichkina farzandim enagani qo'lida emizadigan jarayonda edim. Taxminan chaqalog'im 7-8 oyli edi. O'sha 5 yillik tanaffusdan keyin shunchalik to'lib ijodga sog'inch bilan kirib kelgan damlar. Baribir bilasizmi, ijodkorga albatta tanaffus bo'lishi kerak. Men kasbdoshlarimni kuzataman-da, u syomkada, bu serialda, u yoqda, bu yoqda bu qolmas ekan. Zaxira tugab qolar ekan. Uni to'ldirib turish kerak ekan. Kim qanaqa, lekin menda tugab qolar ekan. Men masalan mana hozir seriallarda yo'qman. Hozirgi katta proyekt badiiy filmlarda yo'qman. Deylik, balki bir yoqsigina novellaga qo'l urishim mumkin va o'zimni shu Zokirovlar, blogerlarning komandasidaman. Lekin mana o'tgan yili 25 qism serialga qo'l urildi. Assalomu alaykum. Shabnam deb nomlangan Xurshid Hasanova boshchiligidagi serial. Xurshidbek bilan avvallari ham Malak, o'gay ona serialida ishladik. O'zini ishini biladigan, chiroyli bir jamoani yig'adigan, tayyor bo'lib keladigan rejissyorlardan biri. Va meni tushunadi. Meni vaqtimni biladigan odam. Va demoqchimanki, shu Shabnamni agar o'tgan yili yoz faslida qo'l urgan bo'lsak, syomka jarayonlari 25 qismi olindi va hozirgi kunda Toshkent telekanali orqali namoyish etilyapti va nasib qilsa uni davomi ham bor. Juda chiroyli asar. Uni qolgan 10 qismini ham o'qib chiqdim. Sog'inch bilan o'zimga aytaman, agar Xurshid bilan to'qnashib qolsak aytaman, Xurshid to'ldirib turibman, organika deyiladi bizning tilimizda. Chunki sog'inch bilan ishga shug'ulsiz, o'zingiz bilmaysiz, qattandir ochilmagan qirralaringiz ochilib ketadi. Har kuni syomkada bo'rsizchi. Yo'q, charchab qolasiz. Qolmaydi bu narsa. Erkatoyi obrazi yaxshi chiqish uchun ham shu 5 yillik tanaffusdan keyin ham sog'inch bilan. Chunki uni imidjini o'yladik. U qanaqa, u biznes ledi, uni libosi, soch turmagi, uni viqor qarashlari o'ta boshqa qahramon. Va shu holatdagi o'zbekona vafo. Albatta. Ayniqsa erga bo'lgan munosabatchi. Qarang, hurmatni qarang. Pulim bor demayapti. Demayapti-da, yurib ketmadi-yu. Bo'lmasa mablag'i bor, obro'si bor, davlati bor. Lekin o'sha Sonya hozir shu narsani eslatdingiz. Bezod Muhammad Karimov filmi yakuniga yaqinroq kirib kelgan paytlari.
aynan endi AQSh mamlakatidan u ham bir tanaffusdan keyin qaytib kelgan va shunchalik chiroyli bu filmga o'zlarini hissasini qo'shgan professional jihatidan, ijro jihatidan va bizni yoshimiz to'g'ri kelar ekan, shu joyda gapirib o'taman. Turmush o'rtog'im har gal aytadi, Bekzod bilan sizlar zo'r parasizlar, Twix palachiqasizlar, ya'ni partnyor sifatida. Ijroda ham va Bekzod ham sog'inib kelgan. Ijodga qaytgan Katta damlari. aktyorni qaytgan payt ekanda, sog'inch bilan Va bilasizmi, o'sha oxirgi sahnalari bor-ku, odamlar qaryapti degan joyi bor-ku, desa, nima bo'pti deydi. Men bu kunlarni qancha kutdim degan o'sha tinoni anaqalarigacha e'tibor qilinganda, o'sha taqish, o'sha mehr shunchalik balki biz ijodga sho'ng'igan soniyalar, bu faqat ijoddagina. Turmush o'rtog'im deydiki, sani deydi, mehring o'zgacha bu aktyorga. Yo'q, bu ijro, bu rolga bo'lgan munosabat. Bu stop degandan keyin unutiladi azizlarim. Faqat hurmat yuzasida Bekzod, u menga Ra'no, uni chiroyli oilasi bor, farzandlari bor va hokazo. Menda ham. Lekin ana partnyori mahorati. Boshida gapirib o'tganimdek Ilhaqdagi Tohir Saidov va hozirgi O'g'onada ishlagan Bekzod va hozir o'sha Erkatoyda ishlagan Bekzod Muhammad Karimova uni professionalizmligidan dalolat. Qoyil. Ra'no opa, aslida yana bir nechta seriallaringiz bor edi biz ro'yxatimizda, lekin ko'rsatuvning vaqti nuqtai nazaridan bu yerda gapirilgan gaplarni montajda kesib tashlanmaslik uchun ham keling keng safarga olib qo'yamiz qolganini. Hammasiga vaqt hakam. Chunki aytmoqchimanki, rostdan ham mana shu montaj jarayonida rejissyorimiz ham, men ham, muharrirlarimiz ham bu chiroyli jumlalar, bu chiroyli fikrlarni kesib tashlagimiz kelmaydi-da. Tomoshabinga ilinamizda, mana aktyor, aktrisa haqiqiy ijrosini ilinadi, boya aytdingiz-ku, ko'nglim to'lmadi. Balki tomoshabinga yoqqandir, meni ko'nglim to'lmadi deysiz-ku. Jurnalistda ham shu narsa bor-da. Qani vaqtim yetsa shuni boricha bersam, qani edi shu suhbat jonli efirda bo'lsa edi degan narsa bo'ladi-da. Shuning uchun keling keyingi yil obrazlaringizni keyingi ko'rsatuvga olib qo'yamiz. Ilohim, avvalambor o'sha uchrashuvimizga Allohim hammasiga vaqt hakam, balki yillardan keyinmi, oylardan keyinmi, lekin ilohim sog'-omonlikda, hayotligimizda chiroyli, arzigulik ijod qiling. Mana bir dona bo'lsin, bitta bo'lsin. Lekin xuddi mana shu Ilhaqdagi bizni elimiz ardog'ida sevimli aktrisamiz Dilorom opamga qanaqa nasib qilgan bo'lsa, menga ham shunaqa bir chiroyli rol nasib qilsin. 100 ta emas, 50 ta emas, bitta bo'lsin va mana shu chiroyli bitta kino haqida bir soat gaplashish mumkin bo'lsin deb. Nasib qilsin. Xudo xohlasa. O'zbekistonda va Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan aktrisa Ra'no xonim Zokirova bu galgi qahramonimiz bo'ldilar. Sizga yana bir karra sog'lik, salomatlik. Eng avvalo o'zingizning prinsiplaringizdan kelib chiqib oilaviy baxt, farzandlar, nabiralar baxti va undan keyin ijodiy yana baland-baland parvozlar tilaymiz. Sog' bo'ling. Avvalambor taklif qilganingiz uchun rahmat. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.